Xo'sh, mayli. Ertalabdan kechgacha degan filmda zo'r o'ynaganlar. Men lishni ko'rdim shuni. Darajada o'ynalgan, ayniqsa Tunduzli yuzlar spektakl. Men o'zim borib ko'rdim-da shuni. Shunday o'ynagan. Qanday o'ynagan, qanaqa bo'lgan? Zo'r o'ynagansiz-da. Hop, kim o'ynaganman men o'sha spektaklda? Yoki kinoda nomini noto'g'ri aytyapsiz o'zi. Qayerdan bilasiz noto'g'ri? Nima bo'lgan shu? Nima tundan tonggacha nima bo'lgan? Nima bo'ladi? Nima qidirib yuraman? Nos qidirib yurasizmi? Nima qidiraman? Qayerda? Kinoda. Qaysi kino? Voy. Tundan tonggacha-da. Shu ertalab nima dedingiz? Ertalabdan kechga, ha. O'shanda nima ko'rgansiz kinoni? 3-4 marta ko'rganman. Juda maroqli. Xo'p, 3-marta ko'rganingizda nima qilganman? Qayerdan bilaman? Men ko'rganman-da, siz yulduzli tunlarda nima bo'lgan? Ya'ni ikkita shuna savol bersangiz, keyin men ketaveraman. Savollarim yo'qmayapti mana shu uchun. Buni biz uylab 6-7 kishi o'tirib yozamiz kechasi bilan. Qancha bunaqa savollarga javob berishga aqlim yetmayapti-da. Shuning uchun. Aqlim yetmayapti bunaqa savollarga javob berishga. Soqqolingiz qora ikradan qilinganmi? Nimada? Qora ikradan. Qanaqa bo'ladi? Soqqolingiz qora ikradan qilinmaganmi? Yo'q. Nima dimog'ingiz bunaqa qilib yurasiz o'z? Oddiy soqol bo'lsa o'zimizda yuravering. Bunday qilib yurasiz. Aytdim mana shu savolni olib tasha deb. Yo'qmaydi bunga. Biz ko'rsatuvimizga ozgina o'zgartirish kiritdik. Endi siz menga savol berishingiz mumkin ekan. 100 chida yulduzda birinchi bo'lib Alisher Uzoqov menga savol yo'llaydi. Eshitamiz. Diqqat bilan soatchani anonsini qo'yib chiq degan. Savol yo'llang. Bir jumlada va'dan so'ng nuqta qo'ygim keladi. Bu savolingizga nima deb javob bersam? Men borganman va borganmisiz? Xursandman shundan. Borganmisiz işte. Shuning shunaqa bo'lib qolgan ekansizda. Nima dedi? Normalniy odam edingiz-da, men oldin sizni tanigandim, ko'rgandim. Qachon bu? Oxirgi marta qachon bordingiz? Qayerga? Işte sizni mana shunaqa qo'yishgan joyga. Qayerga? Oxirgi marta qayerga bordim? Urolga bordim. Sizdan chiqib ketdim. Rodi ancha oldin. Qanaqa qilib, to'g'ri savol bering. Qanaqa qilib buni ularga yuksak anavlarga erishdingiz? Qanday qilib bunaqa darajaga erishdingiz? Men bunaqa darajada erishganimning sababi aslida ko'rgan odam san anaqa intellektual shoular olib borishing kerak devirdi hamma. Odamlarga sen ko'rsatishing kerak, qanchalik miyang zo'rligini devirganiga shu ko'rsatuvni ochdim. Mana qarang, masalan, bugun Alisher Uzoqov yonimda o'tiribdi mana. Men qancha xohlaganman Alisherjon ko'rsatuvimga kelishini, qancha xohlaganman bilasizmi? Yillab mana hozir kelib o'tiribdi. Bu degani yo men ko'tarilaman, yo Alisher tushib boryapti. Men tushib ketyapman. Siz ko'tarilishingiz ehtimoli juda past. Men qarang, siz bilan uzoq yo'lga mashinada gaplashib yurish kerak ekan-a? Nega? Juda ham sekin gapirayotganingiz, ondan so'ng inson ruchnoy tortilgan, qolib ketgan, gazni berganiga nima bunday sekin? Yo'q, mana futbollarni olib borasiz-ku. Ana o'sha bizning futbolistlar o'yiniga mos gapirasiz, sekin, shoshilmay. Unchalik o'ynashni bilmaykan komandalarda, mana Arsenallar bilar-ku. Realga moslab gapiring, realski. Yomon yedinglar, lekin. Will Smith degan aktyor taniysizmi? Qarang, qanday aktyor. Birinchi rolidan oxirgi roligacha faqat qora tanlilar o'ynaydi. Siz kim bilan o'ynaysiz?
Qayerdan olgansiz? Kimni? Miyani? Miyani? Farosat. Oxirgisini olganmisiz deyman, ishlatilganini berib yuborishibdi. Farosat. Farosat. Ha, senga bermagin farosat. Zo'r qo'shiq qilgan hamdam. Xo'p deb qo'yur hamda. Cho'chcha yomabsizlik. Yo'qdim. Na, zo, yorib olibsiz. Oti bormi prichoska? Nega? Sartaroshga borsam, tanlang dedi, aktyorlar nomi turgan ekan, siz rasmi, aytdim, ana shunday qilib ber. Prichoskani oti Alisher Orzusi dedi. Aytdim, bos bermasam hozir ko'rishaman Alisher bilan dedim.